Oxirgi paytlarda internetda bitta o'yin juda ham trend bo'lyapti, Schedule One. Lekin savol shuki, bu o'yin rostdan ham telefonga chiqadimi yoki bu oddiy yolg'on loyihami? Bugun aynan shu savolga javob topamiz. Bu o'yinda siz oddiy odam sifatida boshlaysiz va asta-sekinlik bilan katta kriminal imperiyangiz qurishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni noldan boshlaysiz va asta-sekinlik bilan kuchayishingiz kerak bo'ladi. Aynan shu sababli o'yin ko'pchilikka qiziq tuyulyapti. Lekin internetda qarasangiz bu o'yin bir nechta versiyalari bor. Masalan, Schedule One nomi bilan chiqayotgan versiya va undan tashqari Schedule One Gaming degan o'yinlar bor va yana boshqa ko'plab o'xshash kopiya o'yinlar mavjud. Bu esa bitta muhim narsani ko'rsatadi. Hammasi original emas. Do'stlar, kanalga obuna bo'lmaganlarning sonini o'zingiz ko'rib turibsiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lsangiz hech nima demasdim. Iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying, sizdan hech narsa ketmaydi. Oldindan kattakon rahmat. Endi esa developer masalasiga kelsak. Studiya nomini o'zingiz ko'rib turibsiz. Bu studiya yangi o'xshamoqda va bu studiya haqida aniq va ishonarli ma'lumotlar deyarli yo'q. Bu esa o'yinning rasmiy ekanligiga shubha uyg'otadi. Undan tashqari studiya faqat bitta loyihani ishlab chiqargan va u Play Marketda atiga bir martagina yuklab olingan. Endi esa mana bu o'yinlarni chiqarishmoqchi bo'lishganiga ishona olmayapman. Hozirgi kunda esa eng muhim savol: o'yin telefonga chiqadimi? Javob esa shunchaki hozircha rasmiy chiqish yo'q. Faqat beta yoki noaniq versiyalar bor. Va bu degani hali o'yin to'liq tasdiqlanmagan. Xulosa qilib aytganda, Schedule One o'yini telefonga ishlab chiqarilgani juda ham qiziqarli loyiha bo'lishi mumkin, lekin hozircha uni to'liq ishlab chiqarish mumkin emas. Ya'ni ishlab chiqarish uchun albatta developerdan ruxsat so'rash kerak. Play Marketdagi o'yinlarga esa hozircha to'liq ishonib ketish noto'g'ri. Ehtiyot bo'lish shart va endi esa sizga savol: bu o'yin rostdan ham chiqadimi yoki bu oddiy yolg'on deb o'ylaysizmi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.